Hurmatli kuzatuvchilar, shahar markazidan 2 sotixga tushgan chiroyli shinam hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimiz adresiga keladigan bo'lsak, Obul bannisaning yonida musavvir mehmonxonaning oldidan kirganda 66-bog'chadan 2 metr o'tganda mana shunaqa chiroyli shinam hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimiz hozirlar bilan birgalikda obzorlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib darvozxonadan boshlaymiz. Darvozxonamiz chiroyli mana shunaqa holatda. Bu yerga bemalol mashinangiz sig'ib kira oladi. Kirib kelganimizda chap tomonda birinchi bo'lib oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizga chiroyli mebel jihozlarini qilib qo'yilgan ekan. Mebel jihozlarini qoldiriladi. Oshxonamizning tepasida oyvon qismimiz mavjud. Oyvon qismimizda umumiy ikkita xonamiz bor. Ikki tomonda ham yashasa bo'ladi. Bundan keyin pastki xonamizda mana burchagimizda ikkita xonamiz mavjud. Uy dahliz ko'rinishida bo'ladi va buni yonida yana ikkita xonamiz. Bu xonalarimiz ham uy dahliz ko'rinishida bo'ladi va bu tomondagi bitta xonamiz tagi to'liq podval hisoblanadi va buni yonida sanuzul hojatxonamiz mana bu tarafga joylashtirilgan, alohida qilingan. Hovlimiz tashqi fasadlarini ham chiroyli holatda, remontlarini tayyor holatda qilib qo'yilibdi. Bemalol to'y marosimlaringizni ham o'tkazishingiz mumkin. Bu tomonda kattagina ayvon qismimiz mavjud. Ayvon qismimizni ham ko'rib turibsizlar, remontlarga alohida mehr berib qo'yilgan. Ushbu xonadonimizga kommunallar keladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlari foiz joyida. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini 44800 dollar so'rashadi. Kelishadigan joylar bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.